Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar, barchangizga Qurbon hayiti muborak bo'lsin deymiz. Bugungi kunda yurtdoshlarimiz qalbida shukronalik, yuzlarida quvonch va tabassum mujassam. Ayniqsa, Samarqand zaminida qad rostlagan Imom Buxoriy majmuasi bugun ziyoratchilarning muqaddas qutlug' ziyoratgohlaridan biriga aylangan. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan bunyod etilgan ushbu majmua nafaqat yurtimiz, balki butun islom olamining ma'naviy markazlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Kuni kecha davlatimiz rahbarining xalqimizga yo'llagan tabrigida ham ayni jihatlarga alohida urg'u berildi. Ya'ni jumladan O'zbekistonning qadimiy tarixi, buyuk allomalar, mutafakkirlarning boy merosini o'rganish, islom dinining asl mohiyatini o'rganish va targ'ib etish borasidagi ishlar yangi bosqichga ko'tarilgani ta'kidlandi. Darhaqiqat, bugun ushbu majmua xalqimizning bunyodkorlik salohiyati, ma'naviyatga bo'lgan ehtiromi va ajdodlarimiz merosiga bo'lgan sadoqatining yorqin timsoliga aylangan. Bugun aynan Qurbon hayiti munosabati bilan ushbu majmuada ziyoratchilar ko'p va ular mana shunday ulug' kunlarda yuzlarida tabassum ila yaxshi kayfiyatda mana shu dargohga tashrif buyurishmoqda. Ana shunday yurtdoshlarimizni suhbatga tortishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Mana shunday ulug' kunlarda, mana shunday majmua poyida turib, majmuada turib, qanday nimalar, fikrlar qalbingizdan o'tyapti? Avvalambor mana shu Qurbon hayiti muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Qurbon hayiti barcha xalqimizga muborak bo'lsin. Ayniqsa men mana shunday tinchlik, mehr muhabbat, do'stlik, ayniqsa saxovat ramzi bo'lgan Qurbon hayitini mana shunday muhabbatli Imom al-Buxoriy majmuasida nevaralarim bilan o'tkazayotganimdan qalbim nihoyatda g'ururga to'ldi. Ayniqsa kecha prezidentimiz tomonidan xalqimizga berilgan tabrik, mehr muhabbatga to'la tabrik so'zlarini butun xalqimiz kutadi. Chunki xalqimiz har safar biladiki, bayram oldi bizni prezidentimiz xalqiga ajoyib tuhfalar qiladi, ajoyib tabriklar qiladi. Bu tabriklar ichida keksalarimizga, yoshlarimizga, farzandlarimizga, hatto xorijiy